Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 2015 yılı 8 iyul günü Tayland dairələri Xitayning besimiga bosh egib, Tayland türmlərində tutub turilayotgan 109 nəfər Uyg'urning boshlariga qor xalta kiydirilgan, qo'llari kishanlangan holda Bangkok harbiy aerodrom orqali Xitoyga qaytarib o'tgan. Bu vaqa ayni chog'da Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Muhojiratdagi Uyg'urlarmi Tayland hukumatining bu g'ayri insoniy qilmishini ayblab butun dunyo miqyosida keng ko'lamli norozilik namoyishlari olib borgan edi. Taylanddagi 109 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligining 8-yillik munosabati bilan 8-iyul kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Kanada Sharq Turkiston birligi qatorliq 52 Uyg'ur tashkiloti birlikda bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatidan uzun yillardan buyon Tayland turmalarida begunoh tutib turilayotgan 52 nafar Uyg'urni darhol erkinlikka chiqarishni talab qilish bilan birga, demokratik ellarning hukumatlarini Tayland hukumati bilan hamkorlashib Taylandni Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelayotgan 52 nafar Uyg'urni 3-chi bir bexatar davlatga o'tkab himoya ostiga ilishga chaqirdi. Birlashma bayonotda Xitoyning davlat halqigan bostirish siyosatining muhojiratdagi bo'libmi Tayland turmalarida tutib turilayotgan Uyg'urlarga zo'r tahdid ilib kelganligi, ba'zi davlatlarning Xitoyning besim bilan Uyg'ur musofirlarini sababsiz tutqun qilib Xitoyga qaytarib berganligi. 2015 yili 8-iyul Taylanddagi 109 nafar Uyg'urning Xitoyga majburiy qaytarilishining Uyg'ur musofirlari duch kelgan eng ichinishli tragediyalarning biri ekanligi eslatib o'tildi. Bayonotda yana 2013-yildan 2015-yilgacha Xitoyning zulmidan qochib Sharq Turkistonda 1001 mushaqqatlar bilan Taylandga kelgan Uyg'ur musofirlarining intayin nachar muomalaga uchraganligi. Taylanddagi 52 nafar Uyg'urning 8 yildan ko'proq vaqtdan buyon Tayland turmalarida intayin mushkil muhit ichida yashashga majbur bo'layotganligi. Davolanish imkoniyatiga va yetarlik oziq ega bo'la olmagan Uyg'urlarning jismoniy va ruhiy jihatda og'ir zarbaga uchraganligi. Bu xil nachar muhit sababidan turmadagi 3 yoshli bir Uyg'urni o'z ichiga olgan eng az 2 nafar Uyg'urning hayotidan ayrilganligi eskartib o'tildi. Bayonotda yana Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning qanday bir ichinishli oqibatga duchor bo'lganligini xalqaro jamoatchilik obdan to'nib yetishi kerak. Tayland turmalarida tutib turilayotgan 52 nafar Uyg'ur darhol ozod qilinishi va 3-chi bir bexatar davlat tomonidan himoya ostiga ilinishi lozim deb ko'rsatildi. Dünyadaki musulmonlar 9-iyul kuni Qurban hayitini kutib olgan bir vaqtda Amerika prezidenti Joe Biden qatorliq rahbarlar musulmonlarning Qurban hayitini muboraklab, o'zlarining musulmonlarga bo'lgan go'zal tilaklarini bildirgan. Prezident Joe Biden Twitterda e'lon qilgan bu vaqtdagi tabrik so'zida o'zining va xonimi Jill Bidenning musulmonlarning Qurban hayitiga bo'lgan tabrikini va shundaqla hajning qabul bo'lishi qarta tilaklarini bildirgan. U yana Qurban hayitining jamoatga, tantaniga, marhamatga va mulozimatga to'lgan shod-xo'ramliq bir hayit bo'lishiga tilaktash ekanligini aytgan. Oqsaroyning Qurban hayit munosabati bilan e'lon qilgan tabriknomasida prezident Biden Qurban hayit va haj ibodatining dunyodagi Yahudi, Xristian, Islom dinlarining o'rtaq yiltizini asıltadiganligini bildirgan. Biden mundaq degan: Ibrohim va o'g'lining Tangriga bo'lgan sadoqatini xotirlaydigan Qurban hayit an'anasi va haj murosimi musulmonlarning e'tiqodini yangilash fursati. Shundaqla dunyodagi ulug' Ibrohim dinlarining o'rtaq yiltizini asıltadi. U yana mundaq degan: Qurbonlikning Tangriga bo'lgan ibodati talaysiz kishilar bilan o'rtaqlashish bizning bugungi dunyoning xristianlarga taqobil turish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish ahdimizni aks ettirdi. Prezident Biden yana musulmonlarning koronavirus sababli 2 yildan keyin tunji qatim haj uchun to'planganligini, bu ularning yuqumga qarshi qo'lga keltirgan ilgirlashlarning simvoli ekanligini aytgan. Shundaqla Amerikadagi musulmon amerikaliklarni maqtab, ularning oldingi qatordagi yetakchi o'rinda turganligini bildirgan. Qurban hayit kuni yana Kanada bosh ministri Justin Trudeau, Angliyaning muvaqqat bosh vaziri Boris Johnson, Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese, Ukraina prezidenti Zelenskiy qatorliq davlat rahbarlari tabrik so'zi e'lon qilgan. Kanada bosh ministri Trudeau tabrik so'zida Qurban hayitining ibodat, o'rtaqlashish, qurbonlik va marhamat ko'rsatish payti, shundaqla bu butun mamlakatdagi musulmon kanadaliklarning to'kpisini namoyon qilish fursati ekanligini bildirgan. 1972 yil o'tkazilgan Myunxen yozliq olimpik yig'inining 50-yilligini xotirlash munosabati bilan Germaniya bayon shtatlik hukumatning o'rinlashtirishida Myunxendagi davlatlik zamonaviy muzeyida 8-iyul kunidan e'tiboran ko'rgazmaga qo'yilgan Xinjiang saqchi hujjatlarida o'rin olgan ichinishli ko'rinishlar va Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshlamchiligida dunyo miqyosida ilib berilgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilish harakatiga munosabatli ko'rinishlar dunyoning har qaysi ellaridan kelgan sayohatchilarning alohida qiziqishini qo'zg'adi. Mazkur ko'rgazma 10 oyning 3-kungacha davom qiladi.
Nemischa Pinakotek de Moderna deb atalgan Myunxendagi davlatlik zamonaviy muzey bo'lsa, chet ellik sayohatchilar eng ko'p ziyorat qiladigan nuqtalarning biri bo'lib, mazkur muzeyda Pikassoning bebaho maybo'yoq rasmlari o'rin olgan. Bu qatim muzey tarixida tunji bo'lib Uyg'urlarga munosabatli ko'rinishlarni o'rin olish bo'lib hisoblanadi. Muzeydagi mazkur ko'rgazmaga oid bo'limiga Xinjiang saqchi hujjatlarida o'rin olgan ichinishli ko'rinishlar va Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonimning Xinjiang saqchi hujjatlari va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi ham insoniyatga qarshi jinoyatlarini tushuntirgan video nutqi o'rin oldi. Undan boshqa yana Dunyo Uyg'ur qurultayining boshlamchiligida butun dunyo miqyosida ilib berilgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyasini boykot qilish harakatining tub sababi va maqsadi qatorliqlarmi bu qatimqi ko'rgazmaning mazmunlarining biri qilindi. Mazkur ko'rgazmaning 7-iyul kechda o'tkazilgan ichilishiga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay hay'ati Bayan shtatlik va Myunxen shaharlik hukumatlarining Uyg'urlarga ko'rsatgan bu xil g'amxo'rligiga Uyg'ur xalqi nomidan alohida rahmat aytgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Yevropadagi bo'libmi Germaniyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizni agar imkoniyat yor bersa muzeyga kelib mazkur ko'rgazmani ziyorat qilish orqali o'zlarining qo'llashini ifoda qilishga dalolat qildi. Muzey qo'yilgan Uyg'urlarga oid ko'rinishlar va materiallar Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy ishxonasi tomonidan ta'minlab berilgan. Amerika o'zining Shimoliy Amerikadagi ikki muhim qo'shnisi va iqtisodiy sheriki bo'lgan Kanada bilan Meksikaga Xitoyning Uyg'ur majburiy amgakida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni to'xtatish to'g'risida besim qilgan. Kanadadagi Yer shari va pochta gazetining xabar qilishicha, Amerika savdo vakili Katrin Tay 8-iyul kuni Kanada savdo ministri Mari Eng, Meksika iqtisod ministri Tatiana Clozer Carrillo bilan suhbat o'tkazib, Shimoliy Amerika erkin savdo kelishimini muzokara qilgan. U suhbatda Uyg'ur majburiy amgaki bilan ishlab chiqarilgan Xitoy mahsulotlarini import qilishni to'xtatishni o'ttirib qo'ygan. Katrin Tay o'tgan juma kuni Yer shari va pochta gazetining ziyoratini qabul qilganda mazkur suhbat haqida maxsus to'xtalgan. U suhbatda Xitoy masalasining bo'libmi Uyg'ur majburiy amgaki va ta'minlash zanjirida Xitoyga tayinib qilish masalasining zo'r salmoqni tashkil qilganligini aytgan. Katrin Tay mundaq degan: "Bu masala suhbatimizning nihoyat zo'r salmoqni tashkil qildi. Majburiy amgak Xitoy bilan bo'lgan savdodagi yetuk masala emas, lekin bu Xinjiangdagi Uyg'ur aholisiga tutgan muomalani, shundaqli Xitoydagi umum vaziyatni nazarda tutganda intayin muhim masala. Amerika, Kanada va Meksika orasidagi erkin savdo kelishimi majburiy amgakni cheklash, amgak huquqi va muhitni qo'g'dashga oid kuchli mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, biroq Kanada majburiy amgak mahsulotlarining import qilinishini cheklashda hech qanday tadbir qo'llanmaslik bilan ayblanib kelgan. Yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti Toronto yultisi gazetida maqola e'lon qilib, Kanadaning Uyg'ur majburiy amgak mahsulotlarini to'kma qilib setish maydoniga aylanib qolganligini bayon qilib, Kanada hukumatining Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash haqida yetarlik tadbir qo'llanmaganligini tanqid qilgan edi. Yer shari va pochta gazetining aytishicha, Katrin Tay yana mundaq degan: "Biz faqatla Kanadani manba qilgan quyosh energiyasi taxtalarining kirishiga yo'l qo'yyapmiz. Har ikki tarafning boshqa joylarda nohaq ishlab chiqarilib yoki nohaq setilinib kelingan quyosh energiya taxtalarining bo'libmi Xitoydan kelgan dunyo quyosh energiya taxtasining 85% ni tashkil qiladigan energiya taxtalariga orqishik bo'lib bermaslik to'g'risida ahdimiz bor." Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.